Bir o'g'limni tug'ilgan kuni bo'libdi. O'shanga dasturxon tuzayapmiz va bitta narsani dasturxon tuzatib naqa qildimki, tushunib yetdimki, men oldin Instagramga shunaqangi nima borki, platformasi bor. Kommentariyaga o'zingiz xohlagan so'zni yozasiz. Bergalam 100 ta, 200 ta, 300 ta o'sha so'zlarni odamlar ko'proq sizga yozsa, shuncha Instagram sizga yaxshiroq pul to'laydi-da. O'sha narsani yozishlarini xohlab, endi ko'pincha sizlar chiroylisiz, qayerdansiz, nechinchi yilsiz yoki bo'lmasam, qayerdan oldingiz shunga o'xshagan savollar ko'p berasizlar-ku. Shunaqa savol berishinglar uchun, shunaqa gaplar yozishinglar uchun video chiqarardim. U uchun alohida boshni og'ritib, bunaqa qilish kerak edi-da, o'ylash, fikrlash kerak edi. Keyin o'ylab qoldim. To'xta dedim, menga dedim, shundoq ham dedim, odamlar unaqa odamga yoqmaydigan gaplar, yaxshi video chiqarsam ham yozishadi, yomon video chiqarsam ham yozishadi. Umuman menda yomon video yo'q, umuman yozishadi. Keyin polni hammasini udalet qildim-ku. Ular ko'pchilik qanaqa gap yozadi, u ko'pchilik nima yozsa, men xohlaymanmi, xohlamaymanmi farqi yo'q. O'shalar hammasini yozib chiqdim. Yozib chiqqandan keyin ishonasizlarmi, oldinroq ana shu ishni qilsam bo'lmasmi? Ana endi xohlaganimdaqa video chiqaraman. Odamlar baribir yaxshi video chiqarsam ham, oddiy video chiqarsam ham baribir o'sha gaplarni yozishadi. Lekin Instagram endi har bitta o'shaqa video kommentariyasiga o'shaqa gaplar yozilsa, 1 sentdan to'laydi. Uje bu narsani qilganimga qancha bo'ldi? Bir haftacha bo'lib qoldi. Uje $50 ga yaqinroq pul yig'ilganda, oldinroq shaqina shu ishni qilsang bo'lmasmidi? Instagramni o'zini xohishiga qarab deyman-da. Oldinroq shu ishni qilsam bo'lmasmidi? Odamlar baribir yozishadi-ku, men hech o'ylamagandim. Negativlar bir kun kelib meni kisamni boy qilishini. Lekin sizlarga kattakon rahmat. Kech bo'lsa ham tushunganimdan xursandman. Bir o'g'limni tug'ilgan kuni bo'libdi. O'shanga dasturxon tuzayapmiz va bitta narsani dasturxon tuzatib naqa qildimki, tushunib yetdimki, men oldin Instagramga shunaqangi nima borki, platformasi bor. Kommentariyaga o'zingiz xohlagan so'zni yozasiz. Bergalam 100 ta, 200 ta, 300 ta o'sha so'zlarni odamlar ko'proq sizga yozsa, shuncha Instagram sizga yaxshiroq pul to'laydi-da. O'sha narsani yozishlarini xohlab, endi ko'pincha sizlar chiroylisiz, qayerdansiz, nechinchi yilsiz yoki bo'lmasam, qayerdan oldingiz shunga o'xshagan savollar ko'p berasizlar-ku. Shunaqa savol berishinglar uchun, shunaqa gaplar yozishinglar uchun video chiqarardim. U uchun alohida boshni og'ritib, bunaqa qilish kerak edi-da, o'ylash, fikrlash kerak edi. Keyin o'ylab qoldim. To'xta dedim, menga dedim, shundoq ham dedim, odamlar unaqa odamga yoqmaydigan gaplar, yaxshi video chiqarsam ham yozishadi, yomon video chiqarsam ham yozishadi. Umuman menda yomon video yo'q, umuman yozishadi. Keyin polni hammasini udalet qildim-ku. Ular ko'pchilik qanaqa gap yozadi, u ko'pchilik nima yozsa, men xohlaymanmi, xohlamaymanmi farqi yo'q. O'shalar hammasini yozib chiqdim. Yozib chiqqandan keyin ishonasizlarmi, oldinroq ana shu ishni qilsam bo'lmasmi? Ana endi xohlaganimdaqa video chiqaraman. Odamlar baribir yaxshi video chiqarsam ham, oddiy video chiqarsam ham baribir o'sha gaplarni yozishadi. Lekin Instagram endi har bitta o'shaqa video kommentariyasiga o'shaqa gaplar yozilsa, 1 sentdan to'laydi. Uje bu narsani qilganimga qancha bo'ldi? Bir haftacha bo'lib qoldi. Uje $50 ga yaqinroq pul yig'ilganda, oldinroq shaqina shu ishni qilsang bo'lmasmidi? Instagramni o'zini xohishiga qarab deyman-da. Oldinroq shu ishni qilsam bo'lmasmidi? Odamlar baribir yozishadi-ku, men hech o'ylamagandim. Negativlar bir kun kelib meni kisamni boy qilishini. Lekin sizlarga kattakon rahmat. Kech bo'lsa ham tushunganimdan xursandman.